Assalomu alaykum do'stlar. Bugun e'tiboringizga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Yuraklar malikasi deb nomlangan treyler va drama janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, kanalimizda bir-biridan qiziqarli filmlarni tezroq chiqishini istasangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Tanishing, bu Anna. Uning kasbi esa advokat, g'amxo'r ona va eriga sodiq ayol. Bu uning eri Peter va ularning egizak farzandlari bor. Bundan tashqari, Peterning birinchi xotinidan Gustav ismli o'g'li bor. Peterning o'g'li Gustav Shveysariyadan ularning uyiga qaytib keladi. Sababi, u maktabdan haydalgan va endi ota-onasining ikkita yo'li bor. Gustavni yangi internet maktabga joylashtirish yoki o'zlari bilan birga olib qolish. Gustav o'gay onasi va singillari bilan tanishib oladi, lekin munosabatlar noqulay rivojlanadi. Bir kuni Anna ishdan kelgan paytda Gustav yarim yalang'och yuvinish xonasidan chiqib keladi, lekin uyda ulardan boshqa hech kim bo'lmaydi. Anna unga o'qishni tavsiya beradi va uning oldidan ketadi. Ertasi kuni Anna qizlari bilan uyga kelgan paytda Gustav va otasi o'rtasida qattiq janjal bo'layotgandi va ularning o'g'li otasini haqorat qilib uydan chiqib o'rmonga kirib ketadi. Anna eriga dalda bo'lib, o'g'lini tushunishni maslahat beradi. Shu payt er-xotin o'rtasida ixtirosli ishlar bo'lishi kerak edi. Lekin Anna eriga yaqinlashganida to'satdan Peterga qo'ng'iroq bo'ladi va tunning o'rtasida ish yuzasidan uyini tark etadi. Ertasi kuni Anna ishdan qaytib uyga kelganida uyda o'g'irlik bo'lganini biladi va hamma joyini tekshirib ko'rganida qimmatbaho soat va noutbukini o'g'irlab ketilganini guvohi bo'ladi. Shu payt Gustav keladi va Anna unga xonasini tekshirib ko'rishni aytadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng o'g'irlikni Gustav amalga oshirganini bilib qoladi va uni siquvga ola boshlaydi. Anna Gustavga hamma narsani otasiga aytishini yoki odatdagidek yashashni va oilaga moslashishga harakat qilishni taklif qiladi. Gustavda boshqa yo'l qolmaydi va oila a'zolari bilan umumiy til topa boshlaydi. Qizlar unga bog'lanib qolishadi. Ular birgalikda ko'l bo'yida piknik uyushtirishadi. Anna va Gustav o'rtasida iliqlik paydo bo'la boshlaydi. Bir kuni tunda Anna uyda yolg'iz o'tirganida Gustav yangi qiz do'stini uyga olib keladi va Anna qiz bilan tanishadi. Keyin Gustav va qiz birga uning xonasiga chiqib ketishadi. Ular ozgina mast holatda bo'lishadi. Bir necha daqiqa o'tgandan so'ng ular jinsiy aloqa qilishadi va Anna ularning baqirig'ini eshitadi. Hayajonlanadi. Xonasiga kirib, kiyimlarini yechib, oyna oldida yalang'och holatda tanasiga tikiladi. Balkim eri bo'lganda ular xuddi yoshlar kabi davom ettirisharmidi. Ertasi kuni Anna ishdan so'ng uyiga qaytadi va eri bilan tunda yoshlar qilishgan ishni qilishadi. Lekin u eridan unchalik lazzat olmaydi. Anna va uning farzandlari birgalikda ko'l bo'yiga borishadi va u yerda birga cho'milishadi. Anna Gustavni oldida yalang'och holatda suvga tushadi va ikkisi mazza qilib cho'milishadi. Kechki payt uyiga qaytishadi. Egizak qizlar charchab uxlab qolishadi. Lekin Anna va Gustav til topishib ketishganliklari uchun yolg'iz suhbatlashadi. Anna Gustavga yaqin borib, xohlagan paytingda do'stlaringni uyga taklif qilib, kechki ziyofat uyushtirishing mumkin deydi. Keyin Gustav Annadan qo'lini ko'rsatishni so'raydi va kichkinagina tatuirovka chizib qo'yishi mumkinligini aytadi. Anna rozi bo'ladi va qo'liga tatu chizdiradi. Ertasi kuni erining do'stlari ularning uyiga kelishadi va birgalikda spirtli ichimlik ichib dam olishadi. Annani ozgina kayfi oshadi va muzikani qo'yib, striptiz qizlarga o'xshab raqsga tushadi. Eri esa unga unchalik e'tibor qaratmaydi va kech bo'lgandan so'ng Gustavni olib barga borishadi. U yerda ikkisi ichimlik ichib dildan suhbat qurishadi. Anna o'zini tutib tura olmaydi. Birinchi qadamni tashlaydi va o'gay o'g'lidan bo'sa oladi. Gustav hayajonlanib bardan ketib yuboradi. Anna mast holatda uyga keladi va erini kutib oladi. Lekin Anna mehmonlarni tashlab ketganligi uchun u bilan ozgina janjallashadi. Ertasi kuni ularning ishqiy munosabati boshlanish arafasida bo'ladi. Gustav qo'lini Annaning qo'lidan ushlaydi va ular bir-birlariga yana yaqin bo'lishadi. Peter ish bilan bo'lib uyga kelmaydi. Annani esa uyqusi kelmaydi va u Gustavning xonasiga kiradi. Bolaga yalang'och holatda kitob o'qiyotgandi va Anna unga yaqin borib, Gustavni bananchasini tikka qilib tatib ko'rishni boshlaydi va ikkisi uzoq jinsiy aloqada bo'lishadi. Anna xonasiga qaytib, ozgina qilgan ishidan pushaymon bo'ladi. Ertasi kuni hech nima bo'lmagandek, onasiga mehribon bo'lgan Gustavga noutbuk olgani boradi. Uyga kelganida Anna eriga Gustavga noutbuk olganini aytadi. Peter hayron bo'ladi va unga yoqmaydi. Tunda Peter ishdan charchab keladi va Anna unga tarmashib, xohlayotganini aytadi. Peter og'ir kun bo'lganini va ishdan charchaganini aytadi. Baribir Anna erini majburlab jinsiy aloqada bo'lishadi, lekin eri uni Gustavdagidek qondira olmaydi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Anna va Gustav yana yaqinlik qilishadi.
Bu orada Peter ishdan barvaqt uyga qaytib keladi. Egizak qizlar esa o'yin o'ynab o'tirishgandi va Peter ulardan Annani so'raydi. Peterning ovozini eshitib, paqa-paq tugamasdan bo'ldi qilishadi va Anna hech nimani bildirmay erini oldiga keladi. Chala ishni tugatib qo'yish uchun o'rmonga kirib ikkisi davom ettirishadi va tugatishadi. Bunday holat Peter uyda yo'qligida har kuni davom etadi. Bir necha kunlar o'tgandan so'ng Annaning qarindoshlari yig'ilishadi va Gustav Annani orqasidan kelib uning bo'ynidan o'payotganida Annaning singlisi ularni ko'rib qoladi. Anna singlisining orqasidan borib tushunmovchilik bo'lganini aytadi, lekin singlisi Gustav hatto 18 ga kirmaganini aytib ularning uyidan ketib yuboradi. Keyin Anna jirkanchishlarga nuqta qo'yish uchun Gustavga aloqani uzishini aytadi. Gustav uni chinakamiga sevib qolgandi va Annani qarorini tushunmaydi. Yigitcha ichib olib daraxt shoxiga chiqib, o'zini pastga tashlamoqchiligini aytib hammani xavotirga qo'yadi va pastga qulab tushadi, lekin hech qanday jarohat olmaydi. Er-xotin birgalikda o'ylab ko'rib, biror bir chorasini ko'rishni kelishib olishadi. Peter o'g'li bilan xoli qolib, gaplashib olish uchun boshqa uylarga ketishadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng qaytib kelishadi va Anna bilan bo'lgan ishlarni o'g'li aytib berganini xotiniga aytadi. Anna uning gaplarini eshitib, tuhmat ekanligini aytadi va bunday ayblovga toqat qila olmasligini qo'shimcha qiladi va uydan ketishini ta'kidlaydi. U hatto erini bu gaplariga ishonmasligi uchun bor ovozda unga baqiradi va erini ishontiradi. Hatto Gustavni o'g'irlik qilganini va qiz do'stini olib kelib jinsiy aloqa qilganligini aytib beradi. Keyin er-xotin Gustavni internet maktabga yuborishlarini aytishadi, lekin Gustav Anna bilan bo'lgan ishlar haqiqat ekanligini aytadi. Qolaversa bunday nohaqlikka chidolmay Annani yuziga tupuradi va uydan chiqib ketadi. Ertasi kuni narsalarni yig'ishtirib, otasining uyidan Shvetsariyaga jo'nab ketadi. Bir necha kunlar o'tgandan so'ng Gustav Annaning ishxonasiga keladi va unga "Sen bor haqiqatni tan olishing kerak edi" deydi. Anna uni qo'rqitmoqchi bo'lib, politsiyaga topshirishini, qolaversa voyaga yetmagan qiz bilan jinsiy aloqada bo'lganini aytib, uning og'zini yopadi. Gustav bir og'iz hech nima deya olmaydi. Bir necha kunlar o'tadi. Gustav mast holatda uyga keladi va otasini chaqirib, janjal ko'taradi va Anna yana uni qo'rqitib, uydan ketkazib yuboradi. Er-xotin yana avvalgidek yashay boshlashadi, lekin bir kuni politsiya Peterga qo'ng'iroq qiladi va o'g'lini qorlar orasidan o'lik holatda topilganini aytishadi. Anna noxush xabarni eshitib juda ham qattiq afsus chekadi va film shu yerda o'z nihoyasiga yetadi.